Bizlar Zulhijja oyida. Zulhijja oyiga Alloh taolo bu borada qasam yod etadi. Aytadiki: "Val fajr va layalin ashr." Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Hech amali inson, hech amali odam misliki 10 Zulhijjada savobi va afzaliyatligi bor, yilning boshqa hech ro'zlarida bu andoza ajru fodoshi ko'p emas" dedilar. Sahobalar so'raydilar: "Ya Rasululloh, valal jihadu fi sabilillah, hatto jihod ham Allohning yo'lida bu Zulhijjada anjom berilgan amaldan behtar emasmi?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Valal jihadu fi sabilillah, hatto jihod ham Allohning yo'lida bu amaliki 10 Zulhijjada anjom berilgan undan behtar emas. Magar u nafariki o'zi ham chiqadi, moli ham chiqadi, ammo qaytib kelmaydi. Uniki sora masalasi farq etadi." Ana bu Zulhijjada nima ish qilish kerak? Avvalan siz bir yetib bilsay, roza tutsa, tavonoyingiz bo'lsa. Va ikkinchisi tilovat Qur'onni ko'p qilish kerak. Tilovat Qur'onning ko'p qilib, masalan, ro'zona 3 sipora o'qisa, shu 10 kun ichida Qur'onni xalos qilib olamiz. Va uchinchisi nima ish qilish kerak? Uchinchisi tohaddi tavon, ko'p kam qanchalik tavonoyingiz bo'lsa, sadaqa berish kerak. Har ro'z 5 afg'oni yo 5 riyol qanchalik tavonoyingiz bo'lsa, nisbat va o'zingizning tavoningizga qarab sadaqa berish kerak. Nima chunki fikr qiling, ko'p yilning ichida sadaqa bergan savobni Alloh taolo bizga nasib qiladi. Va to'rtinchisi nima ish qilish kerak? To'rtinchisi takbir va tahlilni ko'paytirish kerak. Masalan, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shularning ko'payib, mana shu amallarning anjom bersak, inshaalloh Alloh taolo bizga o'sha ajrga Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bizga va'da qilganlar, o'sha ajrga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.